Mana shu uyni polni buzib, noldan mana shu loyiha asosida ko'tarib berasan. Mana u senga xamirchidan patir. Puldan muammo yo'q. Lekin bitta taklif bor-da. Xo'sh. Qarasam saxiy boyga o'xshayapsiz. Xo'sh. Mana bu uyingizni buzmasdan turib, Xo'sh. mana bu qiynalib qolgan qo'shningizga bersak shu uyni. Qo'shnimga uyimmi? Ha. Xo'sh. Keyin qo'shningizni uyini buzib, sizga mana shu loyihangizga uy qurib bersak o'zingizga. Bitta uy bilan ikkita quyonni urgan bo'lasiz. Qanday shu gap? Menga yoqdi taklif. Bu qo'shni yana ustob kelibdi o'xsha, ha? Agar aytib qo'yay, qum shag'al to'kib, meni hovlimga chankiratgan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmanglar. Shahar bedarozami sizlarga? Qo'shni. Ko'rdingizmi? Undan muammo yo'q, ziq bo'lmalaring. Faqat uy chotki bo'lsin, chotki ko'tarib berasan menga. Meni aldab, qimmat narsalarni olib kelmalaring. Aldasak ham yolg'on gapirmaymiz. Qaralik. Boshladik, narsalarni olib kelaylik. Ketdik. 76lik turbadan 400 metr. Mana profildan bir 600 metr berasiz. 6 ga 4lik profildan bir 400 metr berasiz. Akajon, biz olgan profillarni uygacha yetkazib berasiz-a? Dahsafga ichiga aka. Ko'p bo'ladi. Azamat, pul ko'p ekan deb qimmat hisoblamasin, ayting. Yo'q, xavotir olmang. O'zbekiston bo'yicha birinchi qo'l, nomer 1. Eronda to'g'ridan-to'g'ri keladi profil. Instagram profil. Yo'q, TikTok profil. Ahmoq qilmang ustob bu. Arzonlashtirsin-da. Viloyatlar bo'yicha eng arzon metal baza mana shu optim golf sotsangiz ham bo'ladi. Ustob bu, manzilam yaqin. Samarqand shahar, aeroportning orqasi, Bionurda o'tib kelayotganingizga kaftarchaga joylashgan. Global metal birinchi bo'limdan to'g'ri kiraverasiz. Metalli fityilionta qilib bor ekanda, Azamat, hozir senga mexchani uchun top beraman. Ustob bu, hormanglar, bu nimani gaplashdinglar? Boya qiziq gap bo'ldi. Xo'jayinga aytdim, shuni buzmasdan qo'shniga beraylik dedim. Mangami? Ha, siz butun umrlik omadingizni bir kunda shuni yo'q qilardingiz-da. Nimaga? Men roziman. Boshliq, bu kishi rozi bo'ldilar. Yo'g'i, rozimisan? Shartim bor faqat. Bitta bivayda olib beradilar, 60 ming pul beradilar, uyni boshqacha remont qilib beradilar, keyin roziman. Jo'rajon, seni uyingni o'rnidan dom qurilayotgan yo'q, xohlagan narxingni aytsan. Prosta bu odam senga yaxshilik qilibdi, men tufayli. Ko'tar uy-poyingni, bor, ha. Akajon, mana shu uyni bizga bersangiz. Xo'sh. O'rniga bizning uyni buzsak. Qanday shu gap? Seni uying qayerda? Jartepaga. Jartepaga?